Salam Uyg'urlar. Bugun o'zim toza ko'nglim xolamagan ahvolda va ekran chiqib qoldim. Chunki ekrandan o'zimni tortadigan bo'lib qolganman yaqin oyog'i. Faqat bir ahamiyatli ishni boshlaganimiz uchun, ya'ni Uyg'ur zodi tarixda mushta latta millatmi degan savolga javob tepish uchun tariximizni ko'chilab, bir tarixshunosimizni ekranga taklif qilib so'zlatib qo'yatgan. Mushu savobli ishni qilgandan boshqa bu Uyg'urning boshqa ishlariga aralashgim kelmaydigan bo'lib qolgan. Shu ekranni ochmaydigan bo'lib qolgandim. Ammo mushu millatning orasida yashaydi ekansa, ko'zingga tiqib turdi ekan bo'layotgan ahvollarni, pastkashliklarni. Akamani ko'rdingmi? Og'ina mani qara, mondamış var ki aramızda Allah ayaqsını tishlab o'tadi-da bu millat. Biz 10-15 yil bo'ldi, yaqimizni tishlavermayli, bir harakat qilayli, qo'llanayli, bir tadbir qo'llanayli, mushu pastkashliklarning oldini olayli deb qaqshapli keldik. Hech o'yin bo'lmadi hech. Faqatla jaqadamning dushmani bo'lib qoldi xolos. Ammo bizning deganlarimiz nihoyat afsuski bir-birlab o'zini isbotlab kelyapti. Biz gerçi ishni qilmasakmi, bu pasandilar o'zining shu biz oshkorlagan pastkashliklarni o'zlari isbotlab kelyapti. Mana bugun bir necha WhatsApp'tan mesaj geldi menga. Allah tova deb yaqsini siqishib qopti. "Ma ishni ko'rdingmi?" deb. Nima bo'pti? Voy, men Norvegiyada Uyg'urga vakillik qilib yurgan necha 10 yilning yog'i. Uyg'urni butun Norvegiyaga tanitib, Uyg'urning dardini anlatib yurgan bir munofiq paskash qo'lga ilinibdi. Nima sababdan? Şapaqçılık, buzg'unchilik, bosqinchilik jinoyat sababidan. Bu munofiq men kelsam Norvegiyada Uyg'ur tashkilotining boshlig'i bo'lib ishlayapti. Ham Uyg'urlarga vakillik qilib, hamma kanallarda so'zlaydi ekandik bu. Mayli Norvegiya davlatlik radio televiziyasi bo'lsin, cho'ng gazetlar bo'lsin, hammasida Uyg'urniki dardini anlatib qo'yayotgan birisi ekan bu. Orliqda bir 2015-16da bir gaplarni anglagan to'q. Bu hazlikka erlarga chaqildika deydigan. Kulib qo'ygan to'q. Ishonmagan qo'chaqlarda buniki tashkil etilgan faoliyatlariga biz bağınımızda buningdagi notiqlik, gapdonlik va urg'u ichidan chiqqanligiga qarab, haqiqiy vatansuya bir nimaga deb buni qo'llaydik. Ammo orliqda shu egizbas gaplar chiqqandan keyin qachon bumi asos yo'q gaplar o'xshaydi deb nim qildik. Ammo keyin böyle Vankatov danqı chiqqan shapaqchig'i, danliq Aqsu kavisi. Biz shaxsan ben bu Vankatov degan shapaqniki buzuqchiliklarni anglab emas, o'z ko'zim bilan ko'rib, mandaq bir adam bir da'voga yetakchilik qilsa, hamon bir kun Uyg'ur davosini yerga urdi qarindoshlarim. Dikkat qilayli, bunun shaxsiy ishi emas deb ekranlarda so'zladik, yozmachi yozdik, uni buni dedik. Haq bizni tilladi. Sen pishtinxo'r. Shaxsiy ishiga aralashib nima ish qilsa, bu bir aqlli huquq, ya'ni bir millatning vakili men deb bir da'voga yetakchilik qilayotgan odam pok bo'lmasa, sop bo'lmasa, axir o'zining axloqiy buzuqchiliklari sababidan bu millatning davosini yerga urdiganligi, buning misoli nihoyat ko'p. Kitap o'qiydigan bir inson bo'lsang,
Televizor ko'radigan bir inson bo'lsang, bundan misollarni jiq ko'rgan-ku biz. Ama bu aqlsiz, bu eshak dört milletga anlatamadık. Aksiçe biz düşman bulduk. Biz hakaretlendik. Neticesi qanday oldu deganda Van Katip ve Türkiye başlıqlar Uyg'urninki davosining eng cho'ng yetakchilari deganlar chapaq deyilib mo'liqatdi. Hem ularni izchil qo'g'dab kelayotgan ular qat'iy istifa so'ramaslik kerak, yana davomli holda shapog'iga teyilib yurib Uyg'urga yetakchilik qilish kerak deyotgan Mavish Plus o'ylamagan yerda nihoyatda sat bir shaklda Norvegiyada sesidi qo'lga ilindi. Hozir buning 15 yil kesildiganligi to'g'risida gaplar bo'lyotdi. Oxirgi natijasi pat arada ko'riladi. Buniki ben artıqçı birim deyishimning hojati yo'q. Bu nim bo'pti? Mao gazetlar, masalan, Norveççe gazetlarda e'lon qilingan narsa bo'lg'achqa, buni bizniki Uyg'urlarimizniki bilmasligi, tushunmasligi turgan gap. Shuni men qisqa bir tonishtirib o'tay, bu bizning Norvegiya gazetlari nima debdi. Mao Aftenposten, yani Norvegiyadagi 3 cho'ng gazetning birisi, Kashlik gazeti. Hamma davlatda bor Kashlik gazeti. Mush gazeta deganida bu hayvon bir maktabda, Oslo'dagi bir maktabda assistent, yani yordamchi o'qituvchi bo'lib ishlaydi ekanda, uning vazifasi nima ekan deganda, meyib balalar Norvegiyada işte bir qoida bor. Bularda insonlik o'g'ashqa meyib balalarga ayrim o'qituvchi taklif qildi. Yani assistent, yordamchi o'qituvchi deb taklif qildi. Ularni masalan mashinalarga ko'tarib chiqdi, aytishdi, maktabda o'buniga akirib qo'ydi, hatto ostini tozalab qo'ydi degandek. Ham ayrim uygunalig'icha bularniki ders o'rgatadi masalan. Boshqa bolalar normal olib ketayotgan bo'lsa, bular meyib bo'lg'achqa, ya psixologiyalik chatig'i bo'lg'achqa, nihoyat ojiz bo'lg'achqa bularning qabul qilish iqtidori ularga asta o'rgatadi bu narsalarni. Bu munofiq shunday bir o'qituvchi ekanda. Nima qilibdi deganda, mushu bolalarni ashundoq shaklda yordam qilish jarayonida 3 o'g'illarga, yani 3 qizma emas, shuma, yani o'g'illarga bosqinchilik qilibdi. Bunun tafsiloti nima deymiz, ben o'qib ko'nglim ilishdi. Qanday oldu deganda, masalan uning tafsilotini men o'qigandan keyin ko'zimga ishonmay qoldim, yani. Mao nimada tafsilroq yozibdi. Mao nima gazet deganda, bu Morgan bo'ladi, ya'ni Sahar gazeti degan gazetda besilgan nimaka. Buningda tafsilotini debdi. Buningda u ziyonkashlikka uchrag'uvchi bolalar 14 yoshdan 16 yoshgacha bolalar ekanda, 3 bola. Bu aramzodi go'y nima qilibdi deganda, bularni akirib, o'burniga akirib, bayaman degandek kiyimini savuzib, bajal qilg'izib, nimqondan boshqa bu o'g'illarning keyinigacha qilibdi. Bir nimasini surkabdi, ichiga tiqibdi. Ham ang ko'ngilni elashtiradigan yeri, odamning ko'nglini elashtiradigan yeri, ularning jinsiy a'zosini qo'lda o'ynabdi va og'ziga tiqib sho'rabdi. Endi men bilmadim, bundan ortiq anlatishimning hojati bo'lmasi kerak. Chunki men hayron bo'ldim. Men ishonmadim bir insonninki mushundoq paskashlik qila oladiganligiga ishongim kelmadi. Hech ishongim kelmadi. Ya'ni
Bayı degenimizdek Uyg'urga vakillik qilib жүрген bir munofiqniki. Endi men Uyg'urning vakili deb жүрib, bizga vakolatan so'zlayotgan bir munofiqniki mushundoq paskashliklarni qilishi, endi bu men hozir mushu haramzada oldimda bo'lsa, balkim ben yo'g'on so'zlamay, uni qo'ytma, buni qo'ytma deb ish qilib birni qilib qo'ygan bo'lardim. Chunki men mushu hayvon bilan bir mezgil birga chiqib yurgan. Endi bu gazetni Aftonpost'un deganda bu cho'ng gazet, bu Norvegiyaliklar biladi. O'qish sharoiti borlar, o'qib baqinglar. Ama o Norveççe bilmeydiğanlar muş Aftonpost'un kirip veya Morgan Blog'a kirip veya Keştik gazeti olsun veya ki Seher gazeti olsun aşınıga kirip tercüme kılalayısılar arkadaşlar. Şu özünler bildiğin tilgaçı Google tercüme kıpır alaydı o nimeni. Ama o Aftonpost'unki haberde bu bana meyada yazıptı. Han risikerar utgangspunktet en straff på upp till 15 års fängelse deydi. Bu munofiqning 15 yilgacha kesilişi mümkün deydi. Saken är speciellt allvarlig på grund av maktforholdet mellan mannen och guttene. Straffen kan bli högre deydi. Dersom han blir dömt för flera av tiltale postuna deydi. Yani bu emas, bu nima deganda 2016 yili bir er kishiga chiqib qo'yib bu azlik. Shu chaqda o er kishi az qilibdi. Ama bu gapdan hayvon emasmi? Uni buni qilib qutulibdi. Yani isbot to'liq emas degan bir sabab bilan qutulibdi ekanda. Endi u delonimi qayta ichibdi bular. Abay men o'qiganim shu. Hozirgi jinoyat uchun 15 yil kesilishi mumkin. Agar 2016 yildagi bu isbotlansa, 10 yil kesilishi mumkin deydi. Mana bu Uyg'ur lideri, atalmış Uyg'ur lideri bo'lgan bir hazlikdan ahvoli. Sizlarga yana qanchalik isbot kerak Uyg'urlar? Mavo qurultay degani Vankatov degan cho'ng shapaq o'zining manfaatlaridan ayrilib qolmaslik uchun bir qo'nchoq mollamni etiklab qo'yib ketib qoldi. O qo'nchoq mollam o Vankatovning sızgan sızg'idan chiqmaydiganligini hammamiz bilamiz. Ama şunun hozirgi vakillik, yetakchilik kollektivi deganga kirganlarga qarasanglar g'itchidi jalab, g'itchidi shapaq. G'itchidi jalab. Onun için oturağın bir qeyri jalab var, en dağınıq jalab. Onun tordaki pəskəşlikləri gerçi jigit varan çurun qılıb, anıq ötümü, manıq ötümü, axır pulunu vermişsən, anıq ötüm, manıq ötüm degen videonu qoyamıqan bolsun, torğa avazını bolsun qoyduğa. Ah, vah, bizim xotten degen aramza degene, aldımı tıqıb, keynimgi tıqamsa, muşunda bir dağınıq jalab. Bir Avrupalıqların andaq pəskeş, mundaq pəskeş, ondaq əxlaqsız, mundaq əxlaqsız deyimiz. Tordu bunda pəskeşlik qanını köyümüdük bu Avrupalıq, Amerikalıqların ki. Ma Müslüman adalğan, özünü namus qınmay, Mekke, Medine'de yağlıq çigib ağan, büyüm altıda gösterken jalaplarının ahvali. Bu jalaplar kimden çıkıvatıdı? Sen Uygur'dan çıkıvatıdı o? Anlasa bu dağınıq jalaptığı yakında Nobel mükafatığı gösterip demiş. Amerika parlamenti onu Nobel mükafatığı gösterip demiş. Xudo saqlasin da bir kunda de bir Nobel mükafatı
namzatlıqqa erişken ve hatta Nobel mükafatlığa bir erişken bir resvanınki resvalıkları soğuzulup çıkmasın gizde, televizyada yani birimide o çağda Uygur dese bütün dünya tükürdüğün boladı yüzünge. Bütün dünya tükürdü. Şu ahvalni bana yetkizgen bir inimiz bir narsalarni yezipti hamda men hamda ko'rib ichim echdi. Hamda nima deymiz? Bu inimizning yozgandan sizlarga bir ko'z tutib qo'yay. Bundan keyin yoshlarga tashkilotning ishini qilinglar, yordam qilinglar. Uyg'ur davosi uchun desa kim qatnashadi? Bu cho'nglar shundoq ish qilib yursa, ochchig'imda ichimga patmay qoldim deydi bu inimiz. Bu endi shu bolaninki haqqi. To'g'ri uning da'vatqonlari. Men endi belki bunu deyken Uygur demeymen Nuruklarga özüm tanıştırganda sen nereden gidersin Uygur deyişim nomuz kılma. Abay Kayalık'ı Seher Gizli degende yazılganlarını üçke inkaslarını okugan deken bu inimizdeki yazgını bu komentarlar yani bu düşken inkaslar bek köp deydi. Uygurlarını bek sesik tonu tevetti deydi. Hem de Norveçler sen nereden geldin deb sorsam ben Uygur deyiştim o izzat atqıdak derecede deydi. Toğır deyse afkam. Ben neçe vaktim özüm Uyguristanlık, Şarkı Türkistanlık, Uygur anda qolib ketdim, anda qolib ketdim. Derdimde tüküp de kelgen etrafımda en az 5000 adamga anlatıp boğandım. Hemmisi bilirdi Uygur'un hikayesini. Bunun sen nelik dese, çünkü ben bu okudum şu nimede, Seher Gizli'de, abay kösetken Gizli'de, bu birisinin iki peskeşlik bilen tükümeydi ama aslı qarsanlar, inkasla kumdek, ben okup, özümle koyduğun yet yapamay kaldım. Vaxtınlar olsun, kırıp okup bakınlar, Uygurlar. Nima depti deganda necha vaqtda mushu rasvo millatning hikoyasini anglab pishinib kelibdi ekanmiz. Qip-qizil yog'onchi ekan bular. Bu Samat degan ishplas davatmamdi, bu Uyg'urlar degan nihoyatda tinchparvar xalq, insonparvar xalq, hech kimga ziyon zahmat solmaydi. Hatto bu nima depti bir ig'iz gap bor ekan bu yerda. Uyg'urlar gerçi Müslüman bolsunmu, ular nəhayət yumşaq Müslümanlar köpüncüsü nim qılmaydı, bəlkə dindar emas, yəni namaz ketməydi. Biz nəhayət ağ köngül, yaxşı xalq, heç kimə zarar verməyimiz deb diken bu munafiq. Mana qılıb жүрген işləri. Çünki Nuruq xalqı pek iğir alıdı, kiçik valıgıça kılgan işini, bolup mu oğul valıgıça kılgan işini pek iğir alıdı. Kati keçürmeydi. Muşu iştinin balısınınki, muşu peskeş hayvanınki sertçiliği bilen biz Uygurlar tügüdük Norvegia'daki. Yüzümüzünü kötürep jügüdek ağlımız kalmadı. Şu an ben hem de birisi sen nelik dese ben Türk deyime, Uygur demeyime bunun deyken. Hem de Muşulim eken deb o'tasam, necha kun oyog'i to'rda qaynab ketgan bir İstanbul'da bir satdivi bor, hayvon, eshik. Bu hayvonninki satchiliklari dastlab nima qilganda birileri tashkanda buni men bunda ishning bo'lganligiga muqarrar ishonatdim. Ama İstanbul'da 40-50 bin Uygur yaşaydı deb anlaytdim. Etrafdagilar jiqtira anlab to'g'ilg'ilishadi balki. Men ba'zilarning yozgan inkaslardan shuni o'qidim. Ya'ni bu cho'chqa odatdagi cho'chqa emas, buning chaqalg'onmaydi. Ya'ni buning qilganlari rost.
uzundan mevcut bu iş ama onu deyişki acizmiz. Yani biz kullarımız. Muşu eşek, muşu hayvan, muşu divininki kullarımız. Biz paş qılsak bu işni bizni bir telefon bilan türmüge soltuytudu, bizni terrorist qo'ytudu, bizni vatanga qaytarib o'tilganlarni solaydigan markazlar bor-ku, necha vaqtdan Uyg'ur tutilib kelyapti-ku. Mushu ishning olasi, mushu cho'shqa, qora cho'shqa bir telefon bilan soltayotgan Uyg'urlar shular. Şoňa mushu dividan, mushu sak cho'shqidan qo'rqib gap qilolmay ketibdi-ki. Bugun qarasam, atgan qo'rqib qarasam, mushuning ziyonkashligiga uchragan, mushu oshni o'ynayotgan, hatta yoqamni tishlab qoldim, o'zining singlisi deydi. Bu eshak boshqa ayollarga chaqilib yurganlarga aniq-ku, bu cho'shqining badniga haromni yeverib, quvvat to'shib ketgan quvvatni dadurda kichik bir nimasi bilan chiqarib o'tish kerak. Shunga buning oshnisi, pashnisi qumdek men ishnimi, ammo o'zining singlisining to'piga chiqqanligini anglab bu hayvonni tirik ko'ydirib o'tish kerak deb his qildim. Qani mushuning ziyonkashlikka bevosita uchrab oxir qo'rqib turib guvohlik berishga jur'at qila olgan mushu to'piga chiqqan maynat singlisininki eri ya burunqi erimi nima debdi? Anglab boqaylik. Assalomu alaykum muhojiratga barliq qarindoshlar va tashkilot derneklar. Mening ismim Davud Qashqarli. Ayolimning ismi bo'lsa Fazilat Qashqarli. Biz 2019 Türk vatandaşlığa erishdik. Ayolim bo'lsa Hidoyatullo O'g'uzxonning singlissi bo'ladi. Bular akuku bo'lgandan keyin bizning uyga kirib chiqib turadi. İki dona farzandim bor mening. Marziya Qashqarli va İlyas Qashqarli deb. Mana bugun 2025 birinchi oyning 28-kuni soat 7 bo'lganda mana bu videoni chekyapman. Buning oldida bir qancha videoni men chekib qo'ygan. Uni mening tagibimni qilalaydigan odamlarga yo'llab qo'ydim. Inshaalloh. Hidoyatullo O'g'uzxon mening ayolim bilan tuqqan keladi. Shu sababdan biz vatandoshlik olgan bo'ldik. Vatandoshlik olgan bo'lgandan keyin bizning munosabatimiz, baldikaydi munosabatimiz quyuqlashishga boshladi. Men yo'q yoki bo'lmay Hidoyatullo O'g'uzxon kelib, voy singlim, voy ukam, voy damat deb kelibdi uylarga. Amal qilaman bu vaqtda kelishini aytdim bularga. Ayolimga özellikle. Biz shu Turkiyaning qattiqchiligida men shu Yevropaga mang'digan bo'lib, Yevropaga berib keldim. Yo'llar yaxshi olmay yenib kelgan bo'ldim. 2021 shu jarayonda. 2021dan tortib yezishgan bularning nashayan gaplari va yezishmalari qo'limga tushib qoldi. 2025 birinchi oyning atrofida telefonni ko'rgandan keyin qo'limga tushib qoldi bu narsalar, bu isbotlar. Undan keyin meni Koreyaga ketishimni aytdi ayolim. Koreyaga ketdim. Koreyaga ketgandan keyin bizning uy sohibimiz turkdi. Fevzi Chaqmoq, Dili o'rmon chiqmas so'qoq, No 5 doira 4da o'tirdik biz. Fevzi Chaqmoq markaz jamining qishida. Bu uy sohibi bilan ko'rishdim. Bir qancha kun avval uy sohibi aytdiki, sen Koreyaga ketgan vaqtida ayoling bolalarni solab qo'yib uyga ketadi. Kechini kecha demay, kunduz demay, ishni taqab qo'yib ketadi. Undan keyin uyga kimlar keladi desam, uyning ashyolarini sotdi. Hali Koreyaga ketaman dedi, hali bunda dedi deb. Uyga Hidoyatullo O'g'uzxonninki haftada, 15 kunda, oyda kelib turadiganligini. O'zimning singlim va akam deb turib
Mening nikoyimda bor ayol bilan g'ayri rasmiy munosabatni qilishib, yozishgan xatlari, hatto men bor turibmi, Muhammad 2-3 kundan keyin boshqa ish kirdi, undan keyin kirsizlar, kelsizlar uyga deb uyga shundoq boshlab buzuqchilik qilib yurganidan xabarim bo'lmag'ach, bu yangi qo'limga telefonni olgandan keyin bundan xabar topdim. Surishtiruv qildim, meni bilan ajrashish sababini topdim. Hatto bu narsalar qo'limda bo'lgandan keyin mening 2025 birinchi oyning 26 kuni kech soat 12 bo'lganda menga telefon qilib, seni so'ltibitimi, Daesh deb so'ltibitimi, sen qachaq yo'ldan chiqqan, seni aqqilatimi, sen nimanga ishnisa degandek telefonlarni qilib tahdid solgan bo'ldi. Men uningga tegishli javobini berdim, ammo sening ovozingni qayta ilib oldim deb ovozimni qayta ilib olibdi. Undan keyin 2025 birinchi oyning 27 kuni ayolim mening ustimdan shikoyat qilibdi. Shikoyat qilgan qog'ozlarmi bor. Bu qog'ozlarga 2 dona farzandimni boqmayman, menga berma deb o'zi bergan. Hatto yozishgan yozmalari bor. Shu boqadi, bu yuzsiz narsalarni men boqmayman deb yozgan yozmalari bor. Uni men takibimni qilgan qarindoshlarga yo'llab qo'ydim. Menga bir ish bo'lib qo'yib qolsa, to'rda oshkorlanadi bu. Shuning bilan farzandimni bir oydan eshibdi, o'zim beqavotaman. Arz qilgan, shikoyat qilgan gizli dosyada mundaq yozilgan. Men yo'q vaqtida uyga kirib, telefonimni ilib qochib ketgan, 2 dona balamni ilib qochib ketgan. Men uyga kirsam, menga pichoq tanglab kanimni kesdi. Telefonimni ilib qochdi degandek shundoq meni urdi pichoq bilan. deb shundoq arz sundi hozir. Inshaalloh menga bir ish bo'lib qolishi aniq, tahdidlarni kelyotidi. Sen kimga ishni sesna ishman yo'q bu yerda deb. Men inshaalloh muajiratdagi xalqimga ishinaman. Da'vo sifidagi o'zining da'vosida mustahkam turgan ustoz qarindoshlarga ishinaman. Ziyolilarga ishinaman. Avval Allohga ishinaman. Menga bir ish bo'lib qolsa, buning sababchisi Hidoyatullo O'g'izxon. Chunki bularning bir yerda tamoq yeyotgan ko'rinishlari bor, rasmlari bor. Undan sirt Hidoyatullo O'g'izxonningki o'z singlim qizim deb kelayotgan shaxs bilan shundoq zina qilishib, egizbas yozmalarni yozishib, jinim, aşkım, tatlıqım, sığınıp ketdim, bir ara kelsak bo'ladi, ko'rishsak bo'ladi deb shunday yozgan yozmalari bor. Hatto bu mevaninki sonuchi hozir, bu sanglisining sonuchi nima bo'ldi desanglar qarindoshlar. Hozir bu ko'chaga chiqaqliq, Murod deb birisi bilan ish tortishib yashaqliq. Mao Jangwa qo'rqib turib bütün Uyg'urlarga murojaat qilishga majbur bo'lib qoldi. Chunki buning hayoti xatardiki. Mao oqidagi bir video borki, buningdan ya'ni buning haqiqatan hayotining xavfda qolganligini ko'ra olamiz. Mana bu qo'limdagi dalil isbot va telefon va ustimdan qilingan shikoyatlar. Buningga Fazilat Qashqarli imzo qo'yuqliq. Meni ko'rgan yer saqchi tutishi mumkin. Shohid bo'lib qo'yinglar, qarindoshlar, mening ta'kidimni qo'yinglar. Mana bu qo'limdagi dalil. Demakki bir nimasi metildab turolmay cho'chqaga chetini kerib bergan Maynat xotin
erini yo'qotishni qo'yga tushgan gap. Ya'ni aqida onunğa terek olduğun çoğun bir divi var emasmi? Şunu qo'yga tushgan gap. Endi hozir men bu Qashqarliklarninki yurginin yo'qligini bilmay, obdan bilmay, vatanda vaqtimni tatib, Beyjingda qolgan vaqtlarimizni tatib bir yuraksiz kelgan haqqan bu qulluqda yashab kelgan bir haqqan bu. Ama qanday bo'lmasin bir dindar xalq bu Qashqarliklar. Dindan boshqani bilmaydi. Din bilan yetishib o'tgan xalq. 5 vaqt namozdan gepi ham ayollarni purkab avori. Ayollarni purkib o'tibmi mana ularning buzuqchiligidan qutulolmabdi. Ammo bu Qashqarliklarda bir yeri bor-da, ya'ni islomning qoidasi bo'yicha bir taraf qiladi bundaq. Zina qilgan ayollarni. Yani erleri zina qilsa yüz tayoq, ayollar zina qilsa chalma kesak deydigan qoidani davom qilib kelgan qo'y bular. Men bu borgan Qashqarga. Qashqarda ashta misollarni olganman. O'zining ayoli yo'ldan chiqib zina qilganini urib o'tirayotgan nimalarda chalma kesak qilgan. Ashta ahvollar bakan to'q ya'ni. Adam yo'q yerda ashta qilganlar bakan to'qda. Demakki hiç bo'lmasa mushu jihatda, axloq jihatda bular nihoyatda chin keladi. Ammo ma'u Qashqarlikqa qaranglar. Xotini zina qilib, gunoh o'tkazibdi, nadiki tayoq, nadiki chalma kesak, bu o'zining jinini olib qochib ko'chalarda yuribdi. O ballarini, narsiydi ballarini o'zi berib o'tibdi, ham o'lim xavfi ostida yashab o'tibdi. Nimishqa? İstanbul Bayqı divinin qo'l ostida. Bütün İstanbul Bayqı divininki boshqurishida. U xohlagan adamini so'l tutalaydi, bir telefon bilan saqchiga uning yuqori tuvanda tanishtirajak emasmi? Hatta ishki ministri atalgan ba'zi odamlar bilan muhabbat o'tadi bu. Bir telefon bilan daishchi, maishchi desalar birdamda uni vatanga qaytaradiganlarni so'laydiganligiga aytib qoldi. Yaqindan yog'i chiqib ketganda ishlar. Ötkenlerde bir akor didoq, muşundaq bir kuch bor İstanbulda Uyg'urlar. Qullukdan qutulinglar, qulluk zanjirini chekib tashlanglar, insondek yashanglar. Men munofiqni o'rgatib bir insonga, odamga o'xshaydigan birsini chiqaringlar. Az emas u yerda Uyg'urning soni deb. Hammasini deydigan kuchimiz yetmaydi uningga. Yo'qotuvan bilan munosabat kuchlik buningki, buni hech kim chaqalanmaydi deb. Bu qora cho'shqa İstanbulni ostiga bisib mushundaq paskashliklarda yashayotgan eng az 15 yil bo'lgandi. Eng az 10 yil bo'ldi mencha. Bu iskasiz satdiva Uyg'urga vakillik qilib tag'ma-tag' bog'ma-bog' eng cho'zaklarni o'tirdi yurdim shu hayvon. Sen haq, sen Uyg'ur, İstanbul'daki Uyg'urlar. Qullukda yashab, kulib qolganini ixro qildi ekansan. Ya'ni biz uning quli. Biz uningga kuchimiz yetmaydi desa. Nemishqa namoyish qilib, ko'k bayroqni ko'tarib, vatanga mustaqillik, vatanga ozodlik, anangning jinimisi degim keldi. Ey, ishplas. Ha, 5 meni olgan kichik kitan bir aramzadni o'rgata olmaysa, yo, dunyoni so'rayotgan Xitoyni o'rib vataningni ozod qila olamsa, bu sening maymun o'yining bo'lmay nima o'yin-ku? Kichik bolani olmaydigan o'yin. Kichik kitan bir mustum zo'rni 5 meni olgan yo'qtanmay, qo'qib titrab, qulib o'tsa, vataningni shu ejderhanın ostidagi qulluqda yashayotgan vataningni ozod qila olamsa, tüfi sana. La'nat olsun. U odam aldaydigan kichik bolani aldayolmaydigan o'yiningni to'xtat. Agar gaping rost bo'lsa, men millatchi, men vatanparvar, men vatan ozod qilmaydigan gaping rost bo'lsa, avval ma bir munofiqni 5 minut og'zingga siyotgan munofiqni o'rib üstüge o'rniga bir odamga o'xshaydigan vijdonliq, pok, iymonliq birsini chiqa oldi bilan.
Alik ölmeydiganlar birliki degan bir top bezlekler özünü ölüm adamga hiç kızlarning oldiga borsa yig'lab. Ular mushu munofiq mushu divining eg'iz burun yalishib, sen haqni boshqurdigan alik üst qurilma. Aş qulluq tuzumini bekitgan, qurib chiqqan, mushu diviga siyosiy nazariyaviy asosat berayotgan, diniy jihatdan fatvo chiqarib, mushu diviniki, mushu qari cho'shqininki san haqni qul qilishiga nazariyaviy diniy asosat berayotgan ishplaslar ular atalmış ölüm ala degan qiz bir to'p azdeklar. Uning oldiga borma avorumma. Endi ma'u torda qarasam bir top isbotlarni chiqaribdi, balkim shu hay tavba xudoyim, mushu qo'rqanchoq jonivor xotinining ustiga bir divi chiqib bir ishlarni qilsa, qechib yurgan jonivor chiqargan bo'lishi mumkin bu narsani. Ay Xudoyim, buni meningcha hammadan ko'rdi, meni o'qishimning hojati yo'q. Bir yog'liq chegib olgan bir Mehnat Paskinninki bir jalobniki hisobda chiqargan narsalar ekan bu. Nima anaqa u hayvon bilan o'tkazgan dialog ekan. Mana qarasanglar o'rnib olgan bir jalob. Bir qari cho'shqi bilan karvatga chiqishdan burun ichib sarxush bo'layotgan holatlari va buniki ah jinim, vaq jinimdir. Tavba xudoyim. Ey bir yog'liq chigivasi o'rnivasizlar odamma, dindarma, ey döt uyg'ur. Odatda mushtam muomala qilsizlar sizlar. Voy qaranglar, u degan o'rnidi, u degan dindor, u degan taqvo deb. Buni ko'ryapsizlar, o'rnagan jaloblarni. İstanbul'da bundan jalobdan qanchasi bor? Qumdek bor. İstanbul'daki turmuşning qahatchiligida, taschiligida shu to'shigini haqqi berib 6-chi, 7-chi xotin bo'lib jinni beqishqitishayotgan jaloblar ozma. Qumdek qo'ndoq jaloblar. Bugun başta deganimdek neymiş aşkınımdan bilmeyim, ekran açıp kaldım. Seskendim bu milletten, rastgele kısım ben. Hakikaten bundaki bağı, o vatan millet diyen guyunu kösenler yüzgü tükürünler cuma. Yüzgü tükürünler. Mağu, ben devam kılavatkan Uygur'un tarihini anlayıp bakınlar. Uygurlar tarihten bütün Asya, hatta Avrupa'ya kelgen şu çoğun bir coğrafiyani titretken, dünyaya ilim, ma'rifat taqatkan bir küçlük, bir dağınık milletti. Bazılar hazırki Uygurlarning o tarihteki şanlıq Uygurlar bilan münasebeti yok, bir bevosita bağı yok o'ttirisida desem ben anda emas, baribir Uygurga bu Uşaqcha ish bo'lmasa Uyg'ur degan nomni saqlab ketdi, Uyg'ur tilida so'zlashibdi. Shunga unda deyish to'g'ri emas. Deytim ben gumon qilib qoldim. Bu tarixdagi shonliq Uyg'urlarning qini hozirgi pispas latta ishplas Uyg'urlarda faqatli yo'q. Hozir men Uyg'ur atalgan bir millat, dunyodagi eng rezil, eng pastkash, eng yaramas bir millat. Mushularniki shu vatanni ozod qilishiga ishonamsizlar? Qop-qora dividek yögüsü o'rni o'lib, ya Arabga o'xshamaydi, ya Uyg'urga, ya insonga o'xshamaydi, bir ko'k bayroqni ko'tarib olsalar, vaqirab qo'ysalar, shu vatanni ozod qila olamdimi shu ishplaslar? Vaqirab qo'yib, oqshimiz berib, xalqning ostida yetib jon berib o'tibdi-ku, bu qara o'rni olgan ishplaslar, jaloblar. Hay tova. Endi bu ish mushagicha pash bo'libdi. To'q yurak
Paşvaz xotunning eri hozir ajrashib ketdimdan bu aytavur qandalımsa ey bu hay bize vicdanı olsa aldılar acılapның qanını yeri ötüdü. Acılapның qanını yeri ötüdü. Eğer azraq bir insanlık azraq vicdanı olsa avval acılapның qanını yeri ötüp anadaki bunda çaşqanda qaçıp жүрмей saqçının aldığı bardı. Buğa shundaydi. Mening xotinimni ma bu sizlar biladigan Uyg'urning vakili degan qardivi bosqinchilik qilibdi o'ynab Açlık oynab kelibdi meni Koreyaga avatib. Şuna men islomning qaysicha men bir zina qilgan xotinimni o'ttirdim, men bu mening haqqim, bu mening huquqim deb boradi saqchiga. Hech bo'lmasa 2 yil kelsa yenib chiqadi. Bir erlik yuzini, bir erlik ar-nomusini saqlab qolgan bo'ladi. Bunda qila olamdi? Ishonmayman. Ben bu qardivi to'g'riliq gap chiqqanda o'tganda bir qismlari to'g'riladim. Misol berdi-ku, bir shoir o'tganda Musho diviga qarshi bir bilan gap so'zlarni qilib qo'yiblar, uzun bo'lmay o'lib ketdi-ku. Ochning misollarini keltirib, mana bu diviga qarshi chiqqanning oqibati mushta bo'ldi deyotdi. Andas ko'ttingni qisib kirib senmi bir nimani kelib tutib ashliq hech qizdek yashab, ishdek yasha oxiri sana bir non bo'lsin bo'lgandan keyin senda insonlik, senda vijdon g'urur deganisi bo'lmagandan keyin ortiq so'z nima? Qo'lni qilib kirib, qardiviga qo'yib, bir non bersa labbay deb yasha, tamommi? Bo'ldi, men ortiq qilsam balkim bekkalik og'zimni ichib qolgan o'xshayman. Hozir nurg'un sat gaplarni qilyaptim bilaman. Parvoyim palak. Qabul qilgancha qabul qilish. Bunudaki mening deydiganim eğer yerlikler, Avrupalıklar sen nelikler qalsa men Türkül deyman. Hayatda men Uyg'ur demayman. Hayır. Allohga emanet. Biz ishlagan videoga qiziqgan do'stlarning samiga. O'sha yaqindan az bo'lmagan qarindoshlarim menga ayrim xat yozib yoki telefon qilib men yaqinda ishlagan videolarimni tapamaganligini ve yardım qilishimni so'radi. Men ularga ayrim evet bergan bo'ldim, ama bu to'g'ri usul emas. Chunki birisi mening vaqtim ketadi, birisi sizlarning videolarni tepishinglar qolay bo'lmaydi ekan. Bunun bir oddiy usulini bilgan qisqacha so'zlab ko'rsam, mana bu nimani ochgandan keyin, YouTube'ni ochgandan keyin, YouTube'ning bosh beti ochgandan keyin, mana bu nima yozilgan yeri bor. Search, yani izlediği yerga kirib, ismimni yazsanglar da bulduk arkadaşlarım. Yani Cesaret Ümit deb yazsanglar tizimlikte chiqadi ismim to'g'risi. Birisi Ümit o'qibdi. Ümit degani bossanglar meniki nimam chiqadi. Yani YouTube'dagi kanalim chiqadi. Ben köpçülükninki biz işleyen videolarını tepişe kolay olsun için müşavir uğulap koydum videolarını. Bu yerde bu C belgesi ya ki ismimde çeksenler meninki torbetim, YouTube'daki torbetim açıldı. Bununla da kalksanlar bir kan sahibi var. Mesela en yeni işlenen videolar şu türbede var. Mesela Varis Muallim bilen işlenen Tarık'a ait videolarımız müşahede var. Yani bunun başka temalarım aralışıp kaladı bazıda. Onun için köpçülükün ayrım temalarda biz işleyen videoların tepsi kolay buluş için mesela tariximizga nazar degan temada maxsusmuş Varis Muallim bilan işleyen videolarni mishaga jo'lab qo'ydim. Bu yerda ko'rinigini 5, agar davoman nada sanamani bassanglar uni oxir chiqadi. Hammasi play all yani hammani qo'y deganini bassanglar şu baştan tartib, şu birinci kısmını tartib hozirgacha ishlangan qismlari hamsi to'liq qo'yildi. Ondan başka bizning kanalımızda yani 240 yaqin video bor-ki, hammasidagidek biz o'zimiz ishlagan videolar. Bularning ichida masalan bir inqilobiy hikoyam bor, masalan Qora Uyg'urlar. Bu asosan ilgari nimada tarqatilgan, YouTube'da tarqatmagandik, WhatsApp'da tarqatgandik. Keng ko'lamda tarqalgan hikoya. Mushunda izlab shurganlarmi borki, o'sha qarasanglar mana Qora Uyg'urlar degan ayrim temada buni qo'yib qo'ydik. Ama o'ng tarafni cheksanglar davomi chiqadi. Va yoki boshdan hammani anglayman desanglar,
addi play all hemen anlat degende bassanlarla bütün şu videonu şu Kara Uygurlar hikayesini anlap çıkalaysılar başından ahire. Ama aslında mı başka mesela en azıcık en köp görülgen videolar degandek ne bileyim terimlerim var da. Demek ki bizning videoga qiziqadigan qarindoshlarimiz mana bu şey kirsanlarla şu usul arqali hamma videolarimizni topa olasizlar. Ondan başqa agar bir yangi video ishlanib qolsa, darhol menga xabar kelsin desangiz, onun yo'lini bekmi oson. Bu yerga kirib, mana subscribe, ya'ni abone bo'l degan yerni chekib qo'ysangiz, bundan keyin bizning kanalimizga yangi bir video yuklansa, sizga darhol uqtirish keladi. YouTube'ni açsanızlar başpatda ko'ra olasiz bu yangi qo'ygan videolarni. Bizim o ko'pchilikniki biz ishlagan videolarni ko'rish qulay bo'lishi uchun bundan keyin muhim deb qaralgan videolarning hammasini mush kanalga qo'yib qo'yamiz. Shunga oddiy usul mishaga subscribe, ya'ni abone bo'l deganni chekib qo'ysangizlar, menga telefon qilib xatingizni avara bo'lmaysiz. Mishadillah hamma biz ishlagan videolarni topa olasiz. Rahmet ko'pchilikka.